Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, futbol tarixining eng buyuk futbolchilaridan biri Lionel Messi yopiq davrada shunday so'zlarni aytdiki, bu gaplar tasodifan bir sirli muxlis tomonidan eshitib qolingan emish va bu gaplar hozir muxlislar orasida juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Siz Husanov News kanalidasiz. Bu yerda siz futbol olamidagi eng qiziqarli voqealar, mishmislar va muhokamaga sabab bo'layotgan yangiliklarni topasiz. Videoni davom ettirishdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Endi esa hikoyamizning eng qiziqarli qismi. Aytishlaricha, norasmiy uchrashuvlardan birida Lionel Messi zamonaviy futbol, kuchli himoyachilar va turli terma jamoalar haqida suhbatlashgan. Suhbat davomida u turli mamlakatlardan chiqayotgan yosh iqtidorlar haqida ham fikr bildirgan. Shu paytda guvohlarning ta'kidlashicha, Abduqodir Husanov nomi tilga olingan. Sirli muxlis eshitib qolgan gaplarga ko'ra, Messi Husanovning o'yin uslubiga alohida to'xtalib, uning maydondagi xotirjamligi va ishonchli harakatlarini yuqori baholagan. Go'yoki Messi shunday deganmish: bugungi futbolda himoyachining vazifasi faqat to'pni olib qo'yish emas, u o'yinni o'qiy olishi, raqib niyatini oldindan sezishi va eng muhimi bosim ostida sovuqqon bo'lishi kerak. Husanovda bu sifatlar bor. Ammo eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan jumla keyinroq aytilgan emish. Aytishlaricha, Messi jahon chempionati haqida gapirar ekan, shunday fikr bildirgan: jahon chempionatida oson raqib bo'lmaydi. Agar biz O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'ynasak, bu juda qiyin uchrashuv bo'ladi. Chunki ularda Ramos bilan teng darajadagi himoyachi, ya'ni Husanov bor. Bu ibora albatta futbol muxlislari orasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muxlislar bu gaplarni muhokama qila boshladi. Kimdir bunga ishonch bilan qaramoqda, boshqalari esa buni chiroyli mishmish yoki futbol afsonalaridan biri deb hisoblamoqda. Chunki bu so'zlar rasmiy intervyuda emas, balki norasmiy suhbatda aytilgani aytilmoqda. Shunga qaramasdan bunday hikoyalar bejiz paydo bo'lmaydi. Abduqodir Husanov bugungi kunda ko'plab mutaxassislar va muxlislar e'tiborini tortayotgan yosh futbolchilardan biri. U o'yindagi ishonchi, himoyadagi harakatlari va katta sahnadagi chiqishlari tobora ko'proq tilga olinmoqda. Bu voqea qanchalik haqiqat, qanchalik mishmish, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo bitta narsa aniq: Husanov nomi tobora katta futbol doiralarida yangramoqda va bu o'zbekistonlik muxlislar uchun albatta quvonarli holat. Shuning bilan bugungi qiziqarli hikoyamiz yakuniga yetadi. Husanov News bilan qoling. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.